Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, ayni paytda dunyoda salkam 2 milliardga yaqin kishi ortiqcha vaznga ega. Agar bunga qarshi kurash choralari ko'rilmasa, 2035-yilga borib sayyoramiz aholisining yarmidan ko'pi vazn ortishidan aziyat chekadi. Shu bois 11-oktyabr xalqaro miqyosda semizlikka qarshi kurash kuni deb e'lon qilingan. Xo'sh, buning oldini olish uchun nimalar qilish tavsiya etiladi? Muxbirimiz ayni mavzuni o'rgandi. Dunyo bo'yicha aholi eng tez semirayotgan 10 ta davlatning 9tasi Afrika va Osiyo mintaqasiga to'g'ri kelmoqda. Demak, ortiqcha vazn muammosi bizni ham chetlab o'tgani yo'q va uning dastlabki omili sifatida kam harakatlilik keltirilmoqda. Oddiy qilib aytsak, oldin tushlik yoki kechki ovqat uchun o'zimiz harakat qilardik. Hozir esa hammasi tayyor uyimizgacha keltirib beriladi. Keyingi navbatda bu noto'g'ri ovqatlanish, ya'ni odatlari deyish mumkin, chunki bu bir kun ovqat yeganda semirib qolmaydi inson. Surunkali har kuni ovqat rejimi buzilavergandan keyin modda almashinuv buzilishiga va oshiqcha yog'larning to'planishiga sabab bo'ladi. Undan tashqari nasliy, agar yaqin qarindoshlarda semizlik bo'ladigan bo'lsa, rivojlanish foizi ko'proq bo'lishi mumkin. Undan tashqari ba'zi endokrin buzilishlari va kasalliklar ham semizlik rivojlanishiga moyillik, ya'ni fon yaratishi mumkin. Har yili 1-oktyabr Butunjahon semizlikka qarshi kurash kuni sifatida keng targ'ib qilinadi. Masalan, avtomobilsiz kun, piyoda yurish marafonlari tashkil etiladi. Shuningdek, xalqaro tajribada bir qator amaliyotlarga alohida urg'u beriladi. Butun dunyoda, misol uchun, bu O'rta Yer dengizi dietasi degan mashhur dieta bor. Bu o'zini o'sha ko'p miqdorda o'simliklar, kletchatkaga boy oziq mahsulotlar va donlar, undan tashqari meva-sabzavotlar, yog'siz go'sht mahsulotlari va asosan yong'oqlar va zaytun yog'li ovqatlarni 3-4 mahalda porsiyada bo'lib yeyish bilan tavsiya qilinadigan dieta turi hisoblanadi. Organizmni normada saqlashning eng afzal usuli to'g'ri ovqatlanish, sog'lom turmush tarziga o'tishdir. Mana shu bilangina biz ushbu xastalikdan yiroq bo'lishimiz mumkin. Xo'sh, yurtdoshlarimiz bugun sog'lom hayot tarziga qanchalik amal qilishyapti? Masalan, kechki payt o'yindan keyin ko'chaga chiqib birpas aylanib kelish yoki bo'lmasa ishdan tashqari kechki paytda biror bir yengilroq sport turi bilan shug'ullanish, basseynga borish. Biz ish rejamiz shunaqa, vaqtida ovqatlana olmaymiz. Har kuni bilmayman, million kilometr yursam kerak. Kechki o'qiyman, men studentman, kechqurun Yunusobodgacha piyodaga kelaman. Piyoda ham zalga ham chiqib turamiz. To'g'ri ovqatlanish va sportga qatnashish. Siz qilib turasizmi? Ha, qaysi birini? Ikkalasini ham. Aslida kundalik hayotda biz e'tibor bermaydigan jihatlar, misol uchun toza havoda sayr qilish, jismoniy mashqlar yoki fast foodlardan uzoq turish ham ortiqcha vaznning oldini oladi. Ayniqsa, har kuni tongda 200 gramm iliq suv iste'mol qilish salomatligimiz uchun nur ustiga a'lo nur degani. Mutaxassis esa bizga Ibn Sino bobomizning bu boradagi tavsiyalarini bo'lishdi. Ovqatlanish odobida shunday degan, ya'ni ularda oshqozonni bir qismi, ya'ni suv, bir qismi oziq ovqat va bir qismi bo'sh bo'lishini tavsiya qilganlar. Ya'ni bu ham shuni anglatadiki, ya'ni suv yetarli miqdorda ichganda, ya'ni tez ochqab ketish yoki ochqash hissi nisbatan kamayadi. Iste'moldagi mahsulotlar, ovqatlarning kaloriyasini har kuni hisoblab o'tiramanmi desangiz, buning uchun turli zamonaviy ilovalardan foydalanishingiz mumkin. Bu orqali ham vaqtingiz, ham naqdingizni tejagan bo'lasiz.